Davron Nur Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbat. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Ushbu kitob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrat va sunnatlarini yodga solib turuvchi eslatma sifatidagi qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qilgan. Eslating, zero eslatma mo'minlarga manfaat yetkazur. Zoriyat surasi 55-oyat. Sevikli payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamga muhabbatli bo'lish mukammal mo'minlik belgisidir. Bu haqda Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: Sizlardan birortangiz men unga farzandi, otasi va barcha insonlardan mahbubroq bo'lmagunimcha komil mo'min bo'la olmaydi dedilar. Muttafaqun alayh. Ushbu hadisda komil mo'min bo'lish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muhabbatli bo'lish lozimligi ta'kidlanmoqda. Chindan ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'minlar uchun barcha muhabbat qo'ygan kishilardan ko'ra ko'proq sevilishga haqlidirlar. Bu haqda Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Nabiy mo'minlar uchun o'zlaridan ko'ra haqlidir. Ashob surasi 6-oyat. Ammo keyingi paytlarda sevikli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sha'nlariga yolg'on to'quvchilar, u zotga atab turli mazax, karikaturalarni ishlab chiqaruvchilar ko'payib bormoqda. Bunday qiluvchilar haqida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh aytgan edilar: Biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yaxshi tanimadik, tanita olmadik. Agar ular u zotni tanishganda bunday beodobliklarga jur'at qila olmas edi. Darhaqiqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilish, u zotni siyratlarini, sunnatlarini sevish, ko'proq o'rganish, ularga avvalo o'zimiz amal etishimiz va go'zal xulqimiz ila ahli oilamiz hamda butun insoniyatni ham sevdira olishimiz bilan bo'ladi. Hasan Basri rahmatullohi alayh aytadilar: Insonlarning Allohga bo'lgan muhabbatlarining alomati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashishdadir. Ushbu kitob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siyrat va sunnatlarini yodga solib turuvchi eslatma sifatida qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Zero Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qilgan. Eslating, zero eslatma mo'minlarga manfaat yetkazur. Zoriyat surasi 55-oyat. Robbul alaminning o'zining kalomida Rasulullohda go'zal o'rnak bor deya maqtagan sevikli payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning go'zal xulqlari, muborak sunnatlariga hayotimizning har bir soniyasida ergashish va unda bardavom bo'lishga o'zi tavfiq ato etsin. Muhammad Ayyub Hamidov.